Ha içine açılsı doyukilence somdan. 300'den beraman. Patpişiklenince som etip beri alasan. 250 alganda. 250 emas, necha som etip beri alasan. Ertang bazar kun bir kun skidkinin yomoni bo'lishi kerak. Skidkinin yomoni bo'lishi kerakmi? Bo'ldi, tamam. 200 ming so'mdan faqat bir kun. Mana shu julli do'yiklarimiz ertang bazar kun Mansur Baraka do'konida 200 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. 200 ming so'mga pasti, usti 200 ming so'm julli do'yiki. Yaxshilab e'tibor eting. Keyin bu yoqdagi mana shu alo do'yiklarimiz o'tgan safar skidkaga qo'yib edik. Bundan keyin o'zi buning partiyasi tamom bo'lib, toza partiyasini olib keldik. Buning ham bahasi 150 ming so'm bo'ladi. 150 ming so'mga do'yiki. Va yuqorida jaketlar necha so'mdan yetib berasiz? Ikki yoqlamaydi bu? Nova. Necha so'm? 100 ming. Patpishiklarga. Bir kun 89 ming. 89 mingdan. Ertang bazar kun. Nova. Aqani bu yoqqa? Do'stlar, ertang bazar kun mana shu jaketlarimiz 89 ming so'mdan bo'ladi. Bu ikki yoqlama bo'ladi. Qalasangiz bundayni kiyib yuraverasiz. 89 ming birgina bazar kun. Ertang Mansur Baraka do'konida kelib turib xarid etishingiz mumkin. Bunlar skidka bo'lmagan hali ish yerda. 75 mingdan sotilgan angorkalarimiz ertang bazar kun bir kun siz uchun Mansur Baraka akkauntuna obuna bo'lgan bo'lsangiz 55 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin bo'ladi. Bazar kun shu yerda sizni kutib qolamiz. Bunday skidka hali ish yerda bo'lmagan. Buning har turli rangini xarid etishingiz mumkin. Ko'rib turganingizda soni dim ko'p. Pachka yasitib kelaverasiz. Yodlaringizda bo'lsa 80 ming, 85 mingdan sotilgan mana shu polvon laskramizni 55 ming so'mdan deb skidkaga qo'yib qo'ydik o'tgan videomizda. Hozir lekin bu ranglari qamabdi, razmerlari qamabdi. Qalay bo'ladi ertan kechada? Ertangacha tayin 1 soatning ichida keladi hozir. Ertan kunga yana toza partiya tayin bo'ladi, to'g'rimi? Toza partiya bor. Ertang bazar kun mana shu ko'rib turgan polvon laskramizni ham 55 ming so'mdan xarid etsangiz bo'ladi. Razmeri har turli rangida toza partiya 1 soatdan so'ng bugunning o'zida siz uchun yetib keladi. Hammangizni Mansur Baraka do'konida kutib qolamiz. Orientirimiz hafta bozordan orqa darvozasi bo'ladi. Kelib turib skidkadan foydalanib qoling va bu videoni albatta o'z yaqinlaringizga jo'natib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Pastda prosta podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Kelib turib podpiskangizni ko'rsatsangiz, skidkalar sizniki bo'ladi.